Sen yok edin sultanım. Hazreti Adem'de idi nurun. Aval cennetni, andın zeminni şereflendirdin. Adem nurun sebeplik apu qilindi. Arafattığı bu apuğa şahit idi. Sen yok edin. Nuh'nın kemiside idi nurun. Dolqullar zeminni boğuvatqanda, tuproqning bag'ridagi suv osmon bilan uchrashganda va bu bir ilahiy azob degan chaqda Alloh nurini to'shidi ming xil sabab bilan. Tufon nuringga salom qildi adab bilan. Sen yo'q eding. Hazrati Ismoilning peshonasida edi nuring. İbrahimni bir duo yuksaldirdi, hech kim yo'q bayovonda. Rabbimizga aytdi. Ularga o'z ichidan sening oyatlaringni o'qiydigan, kitob va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan bir elchi avatgin. Amin dedi 18 ming olam. Nuring bilan aydinlangan mamu qo'llarini samoga ko'tarib, amin dedi Ismoil. Hira nurtig'i amin degan holda o'rnidan turib ketdi. Madinadan nomi Uhud bo'lgan bir amin yangridi safardig'ida. Sen yo'q eding sultonim. Hazrati İsa Ahmad deb xush bishoratladi seni. Olamlarning gul toji deb sana xitob qildi. Amdi men sizlar bilan ko'p paranglashmayman dedi havarilarga. Chunki bu dunyoning xo'jisi kelyotidi. Kutilgan Ahmad kelyotidi. Kainatga rahmat kelyotidi. Havarilarning yuzini silgan, o'liklarni tirildirgan bir nafas bo'lding, biroq sen yo'q. Sen yo'q eding. Hazrati Abdullahning peshonasida edi nuring. Bishi bukuk yuratdi mazlum. Kapida turib ko'klardan seni so'raydi. Varaqa seni izletdi samadin. Analar qizlarni hamisha yig'ilgan holda so'yatdi. Yig'ilgan holda tayyorlaydi o'limga. Yum yosh to'kkan holda tayyor bo'l qizim, tag'oning qishiga borasan dedi. Sen yo'q vaqtda tirik biti ko'milishning ismi edi tag'oning qishiga bormoq. Ona qalbining chorsizlikdan o'ksib yig'lishi edi va qizining o'limga mingayotganligini tomosha qilish edi. Oxirgi qiz tashlanganda o'rakka onasining surtida bir farishta tutdi uni va tabassum qilgan holda nur tig'ini ko'rsatdi. Farishtalar bizavatdi Hira tig'ini. Apandisiga tayyorlanayotdi nur tig'i. Apandisiga tayyorlanayotdi Makka. Dunyo apandisiga tayyorlanayotdi. Kainatning ko'zi Hazrati Aminada edi. Tuproq yelinayotdi Rabbiga. Kel deb yosh to'kayotdi mazlumlar ko'zlari samoda. Bir kelishing bor edi ey Rasululloh. Bir tushishing bor edi yer yuziga. Oldingda Jibril, orqangda qilich tutgan farishtalar. Bir tushishing bor edi yer yuziga. Yetimlar eng huzurli kechini o'tkazdi balkida. Narsidalar onlarini quchoqladi qonig'icha. Andin bir timtasliq qopladi sahar vaqtini. Hamma yer tumonga aylangan edi. Chaqqan bo'l deydi yulduzlar. Chaqqan bo'l deydi oy. Kainat bir ism anglashni arzulayotdi. Va bir ovoz ko'tarildi Aminaning uyidan. Muhammad zulmat yo'ruqlikqa bo'shatdi o'rnini. Muhammad farishtalar so'ydi u nurdan qo'llarini. Muhammad sallallohu alayhi va sallam seni yaratgan Allohga pidodurmiz ey tangdoshsiz go'har. Sana u ismni bergan Rahmonga pidodurmiz. Amdi sen bor eding. Qag'jirgan tuproqlarga rahmat yog'di sen bilan. Anangdan keyin Halima so'yindi sen bilan. Yağmurga ehtiyoj bormi? Ko'tir shahodat barmoqingni, yağmurlarni yog'dirsin Alloh. Andın tut daraxtning yopurmaqini, yıldızdan qo'murib billa mangdirsin Alloh.
yeter ki sen xalığın ey Resulullah. Degin ki, men kim? Tağlar, taşlar zıvanıga kelsin. Tili çıkmagan bovaqlar qo'lingdan tutup, sen Allah'ның elçisi desin. Sen bar edin. Bedir qar edi. Uhud tar edi. Xandek yar edi. Yigitlerin bar edi. Ölüş üçün bəslişidigan yigitlerin. Şundaq bir anisin bar edi senin. Uhudda ölgenlikini anlığınıda dostlarına nemişqa bu yerde olturuvatıslar degan edi. Ular mı Allah'ның elçisi öldürülüptü deyişkinide Anas g'azablanib turib, "Amisi u o'lgan bo'lsa yashab nima qilsizlar? Turinglar va uningga o'xshash o'linglar" degan edi. Va jangning eng qattiq bo'layotgan yerda shahid bo'lgan edi. Ham qandaq bir shahid ey nabiy. Badani yarlardan to'nug'isiz holda edi. Singlisi barmoqlaridan aram to'nigan edi. Mus'ab bin Umayr'ın bar edi. Uhudda tuğunu götürgen. Şundaq bir muhabbet bilen sana bağlangan idi ki, Allah o günü periştilerini Mus'ab'nın sürtüdü düşürdü. Ebu Hüreyran bar edi. Qorsuqı açqanıda mescidinin aldıda turup sana qaraytdi. Sen düşünettin. Ya Ebahir kel dettin. Sen kettin. Şundaq bir ketiş bilen kettin. Arqangda qaygı qaldı. Hasretin qaldı köklerde. Bilal azan o'qiyolmas bo'ldi. Qachonki azan etishga urinsa, Muhammad Rasulullah deyishiga tizlinib turib o'zini tashlaydi. Keyin kunlar, oylar yil bo'ldi va asrlar o'tdi. Sensizlikka ochdik ko'zlarimizni. Ammo sen bizni tashlab qo'ymaysan. Sen bardursan ey shahidlarning sultoni. Sen bardursan. Hech qandaq shahid o'lmaydigan tursa, seni qandaqmi yo'q deya olamiz. Abu Talib Shamga mang'anida tugisining oldiga o'tib, "Meni bu yerda kimga tashlab ketyapsan?" degan edim. "Na onam bor, na dadam." Abu Talib mush sababdan tashlab qo'ymagan edi. Sensizlikning izdirobi bilan ingravotgan ummatingni kimga tashlab ketyapsan, ya Rasululloh? Bizni tashlab qo'yma ki Allah sen ularning ichidagi vaqtingda ularga azob qilmaymiz deydi. Bizni tashlama. Hayotni sen bilan o'rgatdi Rahman. Qulluqni sen bilan tonidik. Duoni sen bilan o'rgandik suyimli kishi. Hazreti Ömer ömrü üçün senden ruxsat so'raganda, "Qarindishim" deding onunğa. "Qarindishim, duoyingda ma'm yer beramsan" deding. Bizler Ömer emasmiz. Biroq bütün duolarimiz sen uchundir. Ey Rabbimiz, Rasulungni aslishimizdan xabardor qil. Uningga minglarcha duo va salom. Söygüningga maqomi Mahmudni ber. Onunğa vəsilini ber. Onu rafiqi a'loga götür. Bizni mo keçir. Onun hürmetiga keçir. Zatingning hürmetiga keçir. Ötüney keçir. Bizni keçir.